Hammaga salom. Bugun men yana bollarni tashlab, bugun juda ham issiq bo'lgani uchun sochimni yig'ib, bunaqa o'rab olib, Portobello marketga bormoqchiman va bu gal точно sizlarga hammasini har bitta magazinga kirib harakat qilaman. Har bitta magazinni obzor qilib chiqishga ketdik. Shunaqa mahallalardan ketyapman. Bunaqa uylar, bu asosan council house deyiladi. Council house yordam qiynalgan odamlarga yordamga beradigan uylari shunaqa o'xshagan bo'ladi. Bugun bilishingiz uchun Angliyada 30 gradus issiq, bu degani O'zbekiston bilan solishtirganda O'zbekistonni 50 gradusiga to'g'ri keladi. Shunaqa mostdagini tanladim. Bunaqa kafe bor, bunaqa chizilgan joylar bilan ручная работа deydi-yu, shunaqa joylarga mana bu yo'llarni ham chizishgan. Mana bularni odamlar yasagan, bo'yab yopishtirib chiqishgan. Короче, shunaqa mana mostda tagidan sizlar bilan boramiz, chunki bu yerda ko'ryapsizlar juda ham issiq, most tagida salqinroq, sal sassroq ham. Mana hammasi shunaqa odamlar yasagan, odamlar chizgan art deydi, art mahallasi. Men hozir sizlarga o'zimga eng yoqadigan joyni ko'rsataman. Mana qaranglar. Nima deb o'ylaysizlar? Buni qaranglar yasashganini. Buni hammasi qaranglar. Krishkalarda. Katta krishka. Ko'rasizlar? Krishka hammasi qopqonlardan, nimadirlarning qopqonlaridan yasalgan. Shunaqa chiroyli. Joy. Mana o'sha mostda tagidan o'sha yerdan chiqdim mahalladan. Qanaqali most davom etyapti. Lekin mana bu yerda bu ham bitta market, Portobelloga bu yoq tarafi arashli odamlar mana shunaqa stollar olib chiqib narsalarni qo'yib o'zini sotishadi. Bu o'zimizning kosmonavt magazinlar bo'ladi-yu, budkalar o'shalarga o'xshaydi. Men bunaqa sumkalar hozir nimadir modaga chiqqan. Bu yerda shunaqa eski narsalar, bunaqa kassetalar, oynalar chizilgan rasmlar, eski. Ham qaranglar, mana soat deb o'ylaysiz, soat emas, lekin sumochkalar отделы. Bu yerda mana tsepochkalar, har xil. Bularni qaranglar. Kimga kerak bunaqa o'ziga? Bu mana bunaqa zrechalar, uzuvchalar, shapkachalar. Bunaqa qidiryotgandim men. Bunaqa o'zbekcha narsalar ham bor ekan. Fotoapparatlar ham sotish. Burada mana koreyslar o'tiradi, hindlar har xil ideyalar bilan berishadi. Bunaqa soatlar ham bor. Старинный. Shunaqa har xil shapkalar. Bitta olish kerak kepka. Please don't breathe loudly. Sorry, loud ocean. Bunaqa qo'lda to'qilgan narsalar ham bor. Qaranglar. Xullas shu polniy yo'l. Odamlar o'zining narsasini olib chiqib, bunaqa stollarga qo'yib sotishadi. Burada mana bunaqa bozorchasi ham bor ekan, sal chapga qarasa, bu yerda hamma narsalarni olib chiqib, o'zimizning chorsu bozorchalarimizga o'xshaydi. Kiyim-kechak, narsalar, oyoq kiyimlar, kojinli, bunaqa Burberry'lar, dafruz qidiryotdi. Hech pul ekan. Narxini yozishmabdi. Shunaqa. Bu ham qimmat bo'ladi, atak menimchalik. How much is it? Oh, sorry. Makina jahillar chiqib ketdi, bu ishlamayman. Menga mana kostyumlar yoqadi. Qaranglar mana. Shunaqa joyi bu. Mana bitta mana cheese'ga bunaqa narsalar taqib berishar ekan. Bu yerda bunaqa pasportlarga narsalar ekan. Mana hamma o'zining biznesini shunaqa oppoq chizib, sepkilib.
Xuddi mana ovqat ekan. Paella bu o'zi bizani oshga o'xshagan narsa. Ovqatlar. Odamlar qarayla chaqirishini. No, thank you. Shunaqa ovqatlar taklif qilishyapti, yeb ko'rish. Mana o'sha marketlardan chiqdik. Mana Portabella. Endi bu yerga magazinlarga ketish kerak. Bu yerda magazinlarda ichida odamlar o'tirib, o'zini narsalarini sotadi. Amakan qarang, din ishlashyapti. Qilib mana bu yerga magazinlar boshlanadi. Yana bunaqa magazin ko'rib qoldim. Bu magazin Gracias degan ekan, ispanskiy magazin ekan. Ispanskiy narsalarni ko'rasan. We don't talk about the Bruno bo'ladida. Shunaqa magazin, короче. Ichimlari, ularniki hamma narsa yozuv ispan tilida. Qanday chiqib ketadi shunaqa. Ana уже bitta уже magazinlar. Xullas, yoqqan bo'lsa like qo'yinglar, joyim qolmadi. Keyingi shanba orduqda chiqqanimda qolgan magazinlarni ko'rsataman, xudo inshaalloh. Sizlar ungacha like bosib, поддержка kommentlarda turinglar. Shu eslab qolinglar, Ukaidan boshlaymiz, Jovanadan, chunki men bu tarafdan kelaman, boyroq mahalladan kelaman, xudo xolasa. Shunaqa gaplar.